Imom al-Buxoriy majmuasini qayta tiklanishi o'zi aslida qaytadan dunyoga kelishi 1954-yilda Indoneziya prezidenti Sukarno tomonidan, ya'ni shu odamga juda katta minnatdorchilik, shu odam juda katta savob bilan tegdi qolgan. Sababi u Sovet ittifoqiga kelishga rozilik bildirgan, faqat bitta shart bergan. Mani shu Samarqanddagi Imom al-Buxoriyni qabrlarini ziyorat qilishga ruxsat berasizlar deganlarda kelgan. 1954-yil. Lekin bu joylar juda tashlandiq bo'lgan. Shu 2 kun, 3 kun ichida bularni kelishini ataylab cho'zishgan. Poyezdda kechqurun kelib chiroqlarni yoqib kelishlariga, ya'ni bu joyni obod qilishi, tashlandi bir chakkalazor joyi, atroflarini o'rab turib, chiroqlar yoqib turib olib kirishgan. Ertasi kuni yotib qolib, ataylab ko'rib, shu joyda shu qabrni menga beringlar, men olib ketaman bu sahobani deganda berishmagan. Shundan keyin mana qaytadan shu yangilangan holati mana. Endi bu eng oxirgisi.